Hammaga xayrli kech. Bugun 18-yanvar. Ob-havo -3. -3 degani ko'cha ancha issiq degani. Qo'l muzlamaydi, yuzlaringiz muzlamaydi. Bugun bir tema haqida bir ogohlantirish bilan chiqmoqchiman. Kimdir Rossiyada yurgan bo'lsa, umuman kim chet ellarga borib ishlab yurgan bo'lsa, ehtiyot bo'lsin gapirishida. Chunki bir tanishimiz mana kecha aytib qoldi. Yo'talim hali necha ketgani yo'q. Uzr. Kvartirasini militsiyalar bosibdi. Jalb tushganmi qo'shnilaridan, bilmadim. Ikkita uchtasini olib ketgan. Bittasini tojikistonlik ekan. Militsiyani oldida mana beraman debdi. Uni militsiya qozoq millatiga mansub militsiya bo'lgan. U o'zbekchani ham tushunadi. Qozoqlar, bizlar ham misolga qozoqchani tushunamiz. Shunga indamagan. Uchastkaga olib borgan, qog'ozlarda оформлять qilgan. Kimnidir 5 ga, kimnidir 7 ga, kimnidir просто olib borib dokumentlarini tekshirib keyin qo'yib yuboribdi. Haligi bolani 15 ga shtraf solibdi. Nimaga yana условия bilan to'laydi, keyin chiqadi. Ko'p joyda shtraf solsa qaysi joylarda qo'yib yuboradi. Lekin menda unaqa bo'lmagan. Meni ham bir marta ushlab uchastkaga olib borganda shtraf solgan, keyin men to'laganman. Bu yerda как бы bu ham anaqa qilyapti. Nima desam ekan? 15 ming to'layapti. Ham to'lab keyin chiqadigan qilyapti. Shunga gapirishda e'tiborliroq bo'linglar. Endi har xilcha holat bo'ladi. Yana ikkita student bundan 1 yil oldin, adashmasam 2 yil oldinmi, ikkita studentni eshitdim. Ikkalasi bir-birini so'kkan. So'kkanda ham onasini so'kkan. Haligilar parkda yurgan bo'lgan. Parkda bilasizlar, militsiyalar ham yurishadi. Mashinada o'tirgan bo'lgan militsiyalar. Haligilar bittasi militsiya, adashmasam tatar bo'lgan. U tushungan. U kimni so'kdi deb so'ramagan. Olib borib ikkalasiga zapret qo'yib qo'ygan. Necha yilga ham. Hozir anig'ini bilmayman. Shunga gapirishda, jahl chiqishda ham to'g'ri. Misoliga Rossiyada yurgan odam O'zbekistonda yurganga nisbatan ancha nervli bo'lib qoladi. Ichmagan odam ichib yuboradi, kerak bo'lsa. Chekmagan odam chekib yuboradi. Ko'rganman. Shunga e'tiborliroq bo'linglar, hushyor bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Bu yerda hozir urushda hisobiga yana migrantlarga bilasizlar ko'p negativ nima bo'lishidan qat'iy nazar bizlarga короче hozir yaxshi bir anaqa bo'lyapti bahona. Shunga любой bir
povod bularga bir yaxshi ko'rsatkich. Shunga e'tibor bo'linglar. Sog' bo'linglar. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariya qoldiringlar. Vaqtim yetgunicha javob yozishga harakat qilaman. Chunki hozir o'zi yangi yildan keyin bir ish ko'payib, bir kamayyapti. Shunga hamma o'zini ehtiyot qilsin, o'zini asrasin. Sog' bo'linglar.